Hurmatli mahalladoshlar, mana ko'rdingiz, bir kunlik, hali bir sutka bo'lmadi, qariyb bir sutka bo'lmasdan kecha xuddi shu vaqtlarda e'lon bergandik video murojaat bilan mana Jasur akamizni sog'liqlari, saraton rak kasalligini oldini olish bo'yicha, Hindistonga ketish bo'yicha mana shu video murojaat bilan chiqqandik. Mana bir kunlik video murojaatda natijasi hozir qo'llarda 60 million so'mga yaqin pul mablag'i yig'ildi. Naqd, plastik hammasi hisoblangan holatda. Yana sizlardan Assalomu alaykum mahalladoshlar. Mana bugun kecha biz shu ishni yuritgandik va Xudoga shukr, qanday shukr. Hamma xalqimiz, elimiz hammasi birgalikda, bir hamdardlikda mana Jasurjon akamizga ancha yordam qildi. Men puli kechada boshlagan bo'lsa, bugun mana 60 million bo'ldi. Xudoga qanday shukr, nasib bo'lsa ertaga vizasini olsa, shu iloji boricha qancha biz to'lasa, qancha pul to'lasa, shuncha tezroq ketsa ukamiz, yaqin shunchalik tezroq sog'ayib kelishini kutyapmiz. Iloji imkoniyatlaringiz bo'lsa, yana imkoniyat yordam qilishlaringizni sizlardan iltimos qilamiz. Yana hammangizga rahmat. Hech qanday bir olovimiz yo'q. Rahmat sizlarga. Minnatdormiz. Ukamizda mana ancha dimoqchi bo'lib, ko'tarilib dimoqchi bo'lib qoldi. Rahmat sizlarga. hurmatli saxovatpesha insonlar, mana bizni to'g'ridan-to'g'ri bevosita kuzatib turgan barcha qadrdon yurtdoshlarimiz, endi bir qadam qoldi. To'xtab qolmaymiz. Xudo xolsa davomiy bo'ladi. Ehsonni mukofoti ehsondir. O'zingiz juda ham yaxshi bilasiz albatta azizlar. Shunday ekan, videolar YouTube platformasi, Instagram platformasi, qolaversa Telegram guruhlarida maksimal tarqatib qo'yib, qarindosh, sinfdosh, do'stlar, mahalla guruhlariga, savob talab insonlarga yetkazilib borishda maksimal siz bizga yelkadosh bo'lib, ham ko'makdosh bo'lib, ham duo, ham moddiy, ma'naviy tarafdan ko'makdosh bo'lib turing. Inshaalloh mana shu akamiz Xudo xolsa oilasini bag'riga, bola chaqasini bag'riga o'z oyoqlari bilan Hindistondan soppa-sog'lom qaytarishda siz biz birdamlikda harakat qilsak, uni uddasidan chiqamiz. Shifokorlarni Xudo xolsa Allohni aytgani bilan nasib, nima deymiz? Qo'llab-quvvatlab turishda aslo charchamang. Nasib bo'lsa yosh kunlaringizda xizmat qilaylik. Sizlarga kuch-quvvatni bersin. Shuncha xizmat qilyapsiz sizlarga. Alloh o'zi barakasini bersin. Sizlarga katta rahmat. Juda minnatdorman sizlarga. Rahmat. Xudo xolsa Jasur aka, umidni so'ndirmang. Maksimalni umid Xudo xolsa yuzda oz bo'lsa ham mana bugun kechadan ko'ra ancha tetikroq ko'rinasiz. Xudo xolsa mana bugun 60 million so'm yig'ilgan bo'lsa, bir sutkani ichida nasib yana davom etamiz maksimalni. O'ylaymizki, Xudo xolsa ertaga 100 millionlik summada maradan o'tamiz. Mana shu vaqtlarda kelamiz, video murojaatdan yana chiqamiz. Demak, bo'shashib qolmaymiz, hurmatli yurtdoshlar. Mara sari olg'a davomiy bo'laveradi. Xudo xolsa videolar ketmaganligi bilan yoritib boraveramiz. Akamizni shu Hindistonga ketgunlariga qadar, borib davolanib qaytgunlariga qadar videolar bilan sizga ulashtiraveramiz.